Bizni navbatdagi ishimiz 3 so'tli issiqxonani buni isitish tizimlari, katta yo'llari kampli holatda bitkazib berdik. Sizlarga birma-bir sanab o'tamiz. Xo'p, shu nech pul ketganini ham aytamiz oxirida, xudo xolasa kuzatib tursanglar. Xo'p, katta yo'limiz o'zimiz yasaganmiz. Hozir o'tni yoqib tekshirib ko'rdik, barcha obratchilarni bir samoat ishlashini. Kampilarga unutganmiz, hozir yoqib qo'yganmiz, uni 60 ga chiqib o'shdi uchun. Ko'tarsak ishlayapti. 60 ga qo'yib qo'ydik. 35 bilan ishlab turadi. Bularga o'tkazamiz. Ishlagan holatda ko'rsatamiz. Burasi mana obratimiz pasayadi. Mana ko'rib turibsizlar. Buni ko'targan sari obrat kuchayadi. Ag'rib ko'mirdek bo'lsa bo'ladi. Xo'p. Ulanishimiz. Qadachi ulandi. Rashidilli bachor bu yo'q bo'ldi. Hozir obratga ulandi. Motorimiz. Bunda samoxod sistemaga ham moslanibdi. Misol nima atabilmaydi. Brigadamiz qildi, o'zi ketib qoldi. Motor orqali motor ulanganda buni bekitib qo'yiladi. Motor orqali ishlayveradi. Suvda uchib qolsa 1-2 soatga jimjit uchganda buni o'chadi. Samoxodga bemalol ishlayveradi. Sistemalarni ham ko'rishingiz mumkin. Ichiga buni 3 qator 50 turbadan tortiladi. Kapadan chiqyapti-da. Ketyapti padachi har bir qatorga tushib. Bittada shunday boryapti-da, ikkitada obratga bo'lib qaytib kelyapti. Uchovi ham bir xil. Bittada boryapti, ikkitada qaytib keladi-da. Yana shunday bitta bo'lib kattaga qarab ketadi. Bitta padachimiz, obratgimiz 76 litre tortiroq. Bo'lmasa kapamizni tushirdik. Bunday patkurish qilib qo'ldan chiqarib berdik. Chiroyli qilib o'zimizda atablinachi brigadalarimiz bor, bemalol murojaat qilaverasizlar. Misol bitta bizga ishonasizlar, garantiyalarni sistemaga ham katta yo'lga ham bir xilda javob beramiz, o'zimiz ishini bo'ynimizga olib javob berib chiroyli qilib beramiz. Akamiz Badrillarni ekkan ipga olyapti. Xudo xolasa shu Badr endi noyabrgacha bemalol olib kelib ketdi. Mening maqsad endi shu rasxodlarni ko'tarib bersa yaxshi bo'ladi. Biz bilan shu rasxodni ko'tarib bersa kerak deb o'ylayapmiz. Turbalarni, katta yo'llarni chiroyli holatda bitdi. Katta yo'limiz texnik arena tepadan yonadi. Hop, ko'mirni o'txonaga bosib qo'yamiz. O't yonib, tushib, chiqib ketadi. Ikkita kitob, ikki kitob orasida 25 lik turba to'qilgan. Ma'lumot oling, yo'lamizda bor ko'rsanglar bo'laveradi. Eshiklarni chilanchalik, suvli. Sizga 100% javob beramiz. Ko'mir rasxodlari hop 3 issiqxonalarga 60 kilo, 80 kilo orasida bir kechaga. Shundan bitta tutashtirib yoqiladi. Bittasigacha yetaveradi, lekin katta yo'limizda o'zini 120 kilo ko'mir oladigan qilib qo'ydik, kattaroq qilib. Negaki ertaga kilo oldingina anaman sog'li olib kelsa, u 70 kilo oladi. Sahar 2-3 turlari tugab qoladi, chunki tashqari sovuqlik hisobidan ko'proq gradusni balandroq qo'yish kerak. Gradusni misol mashina 70 ta tursa, ichkarini bemalol ichkarini 10-15 ushaveradi sovuq ketgan. Ash paytlarda buni 75-80 ko'tarsa 20 gradusgacha bemalol chiqarib beradi. Ya'ni ko'mir rasxodi ko'payib ketadi. Shuning hisobidan anaman sovuq ketsa 120 kiloni bosib qo'yib ketaveradi. Bemalol yetmagacha yetib beradi. Bunga ketgan rasxodlarni ko'rsatadigan bo'lsak, mana 57 107 qalinlikdagidan 280 metr ketgan, 24800 dan 76 24 metr, 15 3 metr, atvot xizmatini 750 ming so'mdan qilib berdi, 3 edi.
Hop, katta yo'limiz 8 millionga bo'ldi. Общий 200 ming elektro tosh mayda chuqurlariga kela общий 18 milyon 586 ming so'mga shu 3 sotilga so'namiz. Katta yo'l xizmat turba отопление yana bitta yoqib tekshirib berishlari bilan shundan bo'ldi. Kela bemalol murojaat qila olasizlar, qo'llangancha chiroyli qilib bitkazib shu yerga qilib kelisizlar ham oladi qilib beramiz. İşimiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib подписка bo'lib qo'ysanglar albatta xursand bo'lamiz. Videoda xato kamchiliklar bo'lsa albatta uzr so'raymiz. Bo'lmasa yangi boshladik. Sekin-sekin biz ham stop ketamiz gapirishga. Sizlarni podдержкалар bilan akalar katta rahmat, o'zingiz kuzatishda davom etinglar.